Inson qoni bilan yozilgan Qur'oni Karim haqida eshitganmisiz? Iroqning sobiq rahbari Saddam Husayn 1997-yilda o'g'lining suiqasddan omon qolganligi munosabati bilan o'z qonidan Qur'oni Karim yozdiradi. 2 yil vaqt davomida 27 litrga yaqin qon topshiradi. Xattotlar uning qoniga maxsus siyoh aralashtirib 600 sahifali Qur'onni yozib unga topshirishadi. Keyinchalik Amerika qo'shinlari Iroqqa bostirib kiradi, lekin bu kitob amerikaliklarning qo'liga tegmaydi. Amerikaliklar chiqib ketgandan so'ng kitob Iroq hukumatining qo'liga tegadi. Lekin Iroq hukumati ham bu kitobni ommaga taqdim qilmaydi. Chunki bilasiz, ozgina bahsli mavzu bu yerda. Sizning fikringiz qanday? Saddamning bu qilgan ishi to'g'rimi yoki noto'g'rimi? Balki shu sababdan Iroq hukumati uni taqdim qilmagandir. Aytgancha kanalimizga obuna bo'lib qo'yish, like bosish va ushbu videoni tanishlaringizga jo'natishim esdan chiqmasin. Instagramda biz 17 mingdan oshdik.